Hey, Hı? qarang. Ne? Oldidagi binodagi Qodirkan bor-ku. Shuning lotereyada mukofot chiqibdi, qarang. 20 ming koy chiqibdi, 20 ming koy. Ne? Çıksın ne yaptı? O adamga lotereya çıksa seni koşulab ağzın kulqunga yetib ketdi. Shu bizni epaqamdiq ya deb shu. Hey, bunu ağırlı adamga çıkıdığan narsa emas, onun aldığını düşünüp oynaya alaydigan adamga çıkıdı bu. Aş Qodirkan bilib ketami shuni. Ajab Qodirkanga chiqibdi-ku. Ay şu tali kep qalgan gap talay. Men bir elib sinab baqay deyman. Hayda, senin talin qanda olar ki? Senin talin var Ha. şu men bilen İmran'da tügüdüm ki deymi. Siz lotereya ilishni bilamsiz? Bilme, lekin men qiziqmayman da ishlaga. Men o'yitib qo'ying, ha. Siz qiziqmagan bilan men qiziqib qoldim. Men bir o'yitib qo'ying, ha. Qanday bo'ladi u? Xudodan qara. Men qara. Ha. Mening var-ku, Ha. numurni ko'rdingmi? Ha. Mush numurni tanlash eng muhim. Ba'zi odamlar var-ku, o'zining xotir kunlari, o'zi yaxshi ko'radigan, masalan, bolalarning tug'ilgan kuni Ha. yoki ayolning o'zining tug'ilgan kunlarini kirgizib, manda aladi. Shuning bilan yana eng muhimi, shu tali kelib qolsa, mumkin chiqadigan gap shu. Boshqa ish yo'q. Xohlagan nomerni qilsak bo'layveradi. Xohlagan numurni qilsin. Ha, amsi var o. İmran balam bilan mening tug'ilgan kunimni qilib, epiqni hazırlam. Mana oldimi? Ha? Bu telefonda aldığan neme emas, numar degende. Ha. Peski tushib, Ha. udildagi lotereya sotgan do'kon bor-ku, Ha. shuga kirib, undan keyin sen degan nomerning hammani birdamida jijib olsa uni va o'tirib aldığan neme emas u. Ha, amsi dikkadi tushib, İmran balamning tug'ilgan kunini, meninkini jamlab turib, ep chiqman men. Chiqib qolsa ajab emas. Ay manga endi o'tasi dikkida tushib deb, men ish qilib bermadi. Bu shulay dedi. Tamaq tayyorlik qilgan ish yo'qmi? Tamaq yemamdiq bugun emas. Tamam. Shunda deydiğinizni o bildim ben. Amsi var o, men o'zim tushib olaman. Agar menga chiqib qolsa, sizga bir mo'jam bermayman. 5 pung mammayman men deb qo'yasan. O'zing qajla. Men chiqib qoldigan bo'lsa, qarab turing, ha. Hech nima bermayman, qo'taza. Chiqmaydi sana. Chiqdi. Ko'ramiz. Chiqqanini. Voy. Nima da qilgandi ma xotin? Ma qo'saq ichib ketib kirib tamoq qilmamsiz deyman. Qo'saq qil deydi ekansiz. Mayli, o'tib ketib qolsa, vaqti fuqamay qolsak, mukofotni bilmay qolamiz. Qancha o'tib ketadigan mumkin. Xotin, Ha? bu chiqsa o'tib ketadigan narsa emas u. Ha. Vaqti kelganda chiqaverdi bu. Qarasam sening qo'sqing necha qatim ko'krab ketdi. Tushdan keyin bo'lay deb qoldi. Qo'pat tamoq yetar bo'lay ishtilar. Kish tamom. 到了开讲直播现场，我是子涵。观众朋友晚上好，我是广超。今天呢是2022年的8月4号，欢迎您关注本期要讲。为您介绍一下为本期当然嘛呢公 MC 正的公正是来自北京市好吧信德公证处的公证员，欢迎两位。 Düz o'tirgan. 首先呢，我们 Chin 聊出 tutib 双色 mani. 球游戏的 Mani esingiz yo'q, yutib etmay, yana bir yer tashlab etmay. Aning tas qarab o'tiring, men sizga jiddiy bir yeydigan narsa qilib beray, jibo. 19.7亿多元。本期的投入额是3.4243.4670元。那现在呢，你可以看到旁边的红色球还有蓝色球呢，都已经在公证员。 Ani yutib etmoqchimi yana? Manima? Ha? 那么我们开始今天的 Bu tig'i yutib ketaymi? 来启动红色 Kitam bu deb. Ha, esingiz yo'q, pirlab tashlab etmang, kanalni yutmang degan shuni. 红色球号码。 Haqli. 现在呢，我们看到的是33个红色球号码正在快速运转。按照摇奖规则，会摇出6个红色球号码。我们首先来揭晓今天产生的第一个红色球号码，它是29号，29号。接下来为您揭晓今天的第二个红色球号码。今天揭晓的第二个红色球号码是31号，31号球。我们再来看一下今天揭晓的第三个红色球号码，它是
15号球。依次是2号、9号和0号。0号。 Xudo maka chiqdi. Mukofot chiqdi. Mukofot chiqdi. Mukofot chiqdi. Chiqdi. 那我们再来关注一下福彩其他方面的消息。今天呢，我们来关注青岛福彩的情况。 Men nim dedim dadısı. Mening hil ta'lim bajmı? Rast ta'lim varken xotun. Hey, 400 ming koy chiqqandu. О, xotun 400 ming koy deydi. 1000 koy chiqsa bo'g'o. Ta'limimiz xo'sh bo'lsa qildi. Buni bo'g'o necha ming odamdan shu necha odamga chiqadigan birini deyim bu. Endi o aladigan narsalarimni xohlagancha olsam bo'la. Voy bo'ldi. Elanglar. Nima olsa al. Undan keyin shu men muog'ilqi mashinani ravs piramid qildiribdi ya. Ha? 5 bu xəsliməymə də poyatvatmamdı. Ha, unda degan bilan mashinada tang o'tira olasizmi? Qilib. Ja, amalın yoxdan o'ttamsam u mashina var o. Rast gap qilsam ko'zim beksat ko'rinadigan bo'ldi. Ha, shuni remont qildirayli dedim shu. Aydatsi. To'xtangda. Mustafa muog'o o'tirib bog' chiqishmi demni beoram qilgan bo'lib ketdi. Safarni almashtirib deylar. Ha, almashtirli. Onki Imron bolamga pul sepirli. Solili. Anandan keyin Nurk chapandan birini alay. Ha, men muog'o qimmatrak bir kiyimlidan bir yurish alay, ishga yurish bundoq ha. Hep ko'rib qo'ygan almas uzukni elib olay ya. Elanglar. Xo'to. Ha? Pul yetami ya? Bas, pul yetami ya? Necha pul qazlab bo'ldi hozir? Men nima bilmayman, qiziq gap bu. Tuxumdan men yezib hisoblab boqaymi? Tubida. Ha, voy. İzdigan tapolmaydim işte. Tamam, hisoblab boqay ya. O'tirg'ib yozaymiz. O'zingga nima maqsaddan qancha pul? Nurk chapan. 5000 koy. Bayman. Qancha pulligini olsamsa? 10 ming koy hech bo'lmaganda. Mashina. Almas uzuk, eng muhimi mana. 2000 koy. Qiziq gap qildi. Azından mamsa? 18 ming koy. 18? Ha, mashinanki. Mashina chiqib ketadi. 5-6 ming koy ketadi. 6 ming koy. Yo'q, 5 ming koy. Mumkin masofa. Rahmat. Bo'ldi. Rahmat. Avar qildim, afkam. Ma'qulma, xo'shamiz. O'zimning ko'y Chiqdimi? chiqmabdi. 10 ming chiqibdi. 10 ming? Ha? 10 ming deb ketding-ku. 10 ming olsun pul. Shu oz pul emas bu. Qandaq ta'lim bormi-ki? Voy jo, deb ketgandimda. Voy baken. Chiqmaydi deb. Ayta chiqibdi. Ay bo'pti, bir chiqib qapti. Chiqib qapti. Hey? Ha? İmron bolam uxlab qolganmidi u? O soat necha bo'ldi uxlamamda uyg'onmamda xabar qilib. Bo'ldi. O'zing tutdi. To'sangni ko'rsa. Ko'ynakni olsam, bu ko'ynakni moslashtirib, bir qayoqni olsam, mumkin. Xotin-ey. Bu yerim kichik bo'lganda, buni olsam deb o'tirsan-ku. U chiqqan puling 10 ming koy, o'zing koyning hisobini qilib o'tirsan. 10 ming koy bo'lsa pul, u degan mening ta'lim. Mushtapda qachon tangitib, qachon ashak berib, heliq pulni qo'limga olaman deb mushtapda ishtim degan taqib ketib bordi. Bugun kecha uyqu kelgandek emas. Ras, ta'lim bakin. Heliqi deptaga yozgan o'zing koyning hisobini o'chirib o'tgansa? Lekin o'zim qoldigan narsalarni olib qoldim. Yaxshi qilibsiz, bo'pti. Elval. Öras. Ha? İmronga yo'talgan pulni o'chirib o'tmagansa? Hamma narsani o'chirib olsam-mu, hamma narsani unutib qolsam-mu, Imron bolamga yo'talgan pulni haragiz unutib qolmayman. U bolamning yaqindagi bir so'mkani bek og'iz kelib ketgandi. Ashtan pulni aytib berma, evasun. Ishta qil. Vaqtida evatib o'tgan.
Voy, bugün mening uyqum keldigandek emas, qachon bir tong deb ash pulni qo'limga olaman. Bek rasmiy, bek shimfim bo'lib ketib borman. Yo'q, jab qo'shib ketdim. Bo'pti. Yata bo'ldi. Uxlasanglar ishtik tangtib ketadi. Uxlayveraman. Ko'tildab o'tasan, qanday uxlag'in oldi, ey. Nima gapmi? Chiroqni o'chirib bo'lding do'st. Ma'qul. Bir qo'shnim, voy nega berib keldingiz? Ben qo'shnim nega bordim? Farida oltin oldi ekan, to'q berishmadim. Oltin? Oltin? O'g'ilni o'ylandik-a? Uy, to'xtab turing-a. O'g'il ish terib qo'ygan o'xshamanda. Voy yo'q, nat gapni qildi ekansiz. O'ziga oldi. O'ziga? Ha, o'ziga. Bu o'g'ilmi o'limisa? O'xinimi ya ishlimisa? Qaysi pul qapti oltinni? Qarang, Farida lotoriya yaptı ekan, to'q. Mukofot chiqibdi. Mukofot chiqibdi? Ha, mukofot chiqibdi. Qancha pul chiqibdi? Biron to'singa qoldi, ha? Ha, men shu. Ha, darvozani oldidimi? Ma'qul. Hozir chiqay, ya? Turing ma'qul. Xo'sh. Jinim muhim ishim chiqib qoldi. Keyin paramsaydi, ya? Mübarek olsun deyme. Mukofot chiqdi deydi sana, ha? Acaba bir talayli xotin ekansa. Shunda oyajalim tutbarma adash. Sen odam bekerek. Bek talaylik juma sen. Bek uzun quloq jumoxinimsan. Sen. Kimdan aldın? Ayşimdan qo'chirib qolmagan menga. Voy Aynur bilan ko'rashgan, Oyshimdan uchrab qoldi qara. Voy shu menmi o'ylab baxmagan qara. Tuyuqsizlamasdan bir chiqib qoldi. Hey, shunda olgan chaqda uncho'lab pulni azbek maxfiy deydi. Voy u gapni bir qilma. Voy bu avarchiligim deyman. Oyadim meye chapqan, meyedin oya chapqan o pul meyli az olsun, meyli jiq bo'lsa o'taydigan rasmiyat. Bek jiqga. Voy bo'pti. O'nchilik jiq pulni olgan ekan, uncho'lab japatasan bo'pti. Unda deb ketdinglar. Qara, hey. Da. Qara, chiroyliqmi? Uy, odaş. Bek chiroyliqkan. Bu yilqi modun ustuvi bu. Ha, buni pelab nima oldi? Olqilari, zanjirlari yo'qmi? Voy yo'q, uni olmadim. Shu men kiyimlarni olibdim. Voyjon, nima jiq ilib olgan latipda o? Olgandan tuzugirakda bir yurishni taqimamsa pul topgan xotinda qilib. Nimani bir yurish taqaydi xena. Men bir moch kiyim oldim. Imron balamga avatibdim. Shuncha pulni olgan odam bir tal balangni samsan qanday bo'ladi? Voyjon, o'nchilik deb, o'nchilik pul emas, qarama, ko'ylak chiroyliqmi? Voy ekagina. Voy nimda chiroyliq bu. Ha. Chiroyliq, madaniy. Yo'shamdik adash. Ha, yarashdi. Ay, yaxshi ko'rdingmi? Ha. Ke asan men boshlab bormayman, bek peyizga. Hey, adash. Shunda olgan necha pul chiqdi? Necha pul chiqdi? Ha. Bek chiqmadi, shu 10 ming qo'y chiqdi. Tuzugirak yaqig'ina. 10 ming qo'y pul chiqsa, sen shuncha narsalarni elib, balangga pul soldigan xotinmansan. Voy xinem, men seni bir aldım dedim, şu 10 ming qo'y chiqqaniki 10 ming qo'y chiqdi dedim. Issiq gap qilgan. Bu narsani olmasdi uchun qaraysi bahasi bir qimmatgan taq bahasini tushiribdi. Ney? Rost gapsangchi, men sendan bir qarz olmayman xinem. Qarab to'xtavatgan edim. Mani. Voy men sana bir rost gap qilmay, nima sana yag'an gap qilgan vazifam yo'q, o'tab boraji. Ha, 10 ming qo'y pul chiqqachqa, bütün malik moda bitibsa. Ay manimda qilgan bu chiyani bek usab qolgan o'xshaysiz. Almaya. Voy bu kech olganda kim demdi? Shundayman. Bu ochayju. Ha? Kech olganda ochadi. Siz chiqamang bu kechida. Kechida kunduz deb endi. Qo'rqinma. Kunduz ochsa. Xotin kunduz. Oy, kilo. Obdan Allah. Yaxshi, Oy, ada yaxshimi obdan tudingizmi? Kiran. Kilo, o'tir. Choy qo'yinglar xotin. Rahmat. Choy ichib o'tirib ketdinglar. Ha, shu ishkeli yolg'iz o'g'an ekan. Ha, televizor ko'rgach, shunda choy ichib o'tirdik. Rahmat. Ha, o'tirdik ekan. Choy ichishmi ekan? Ada Davudka. Ishkalni o'zimni urug'chi qoldirdek ko'rmayman.
Voy ukam, bizmi sizni shundoq ko'rimiz emasmi? Shu. Ha, shundaqmi? Shuni xijilolmay qanday gapim bor davrimi ishkallar. Lekin hozir deydigan gapmi yo'q. Nima? O qiziq gap qildingiz ukam. Voy davron, nima gapingiz bo'lsa, ikkimiz o'tiribdik. Olaymiz. Yo'q, buga rost gap yo'q. Shu sizni qanaqroq o'tadi deb ko'rib chiqay deb. Ko'rishib chiqay deb kirishimni. Ma gapimiz bo'ldi mana. Qo'shni degan bog'i mana mushunda bo'lish kerak. Bunda o'zaro yo'qlashib, shundaymi? Shu. Ha. Naqib Kashak aka. Hozir bunda jamiyatga nazar solsak, saxta odamlar chiqlab ketibdi. Shu. Ham bu samimiyroq qag'aldi shu sizlar bilan biz qag'a o'xshaymiz. Hozir bu odamlar o'tirishga munosabat, manfaatlam deydigan bo'lib ketibdi. Endi siz degandek unda odamlarmi yo'q degan olmaydi endi. Ya'ni meningcha vaqt siz bizdek samimiy aqlli odamlar yana jiqjima fikr. Shundami? Bu shundadir endi, lekin rost siz bilan bizning munosabatimizga ko'z tegmizon. Qo'shnichilikni shunday yaxshi yetkazayotimiz bir-birimizga. Shu. Qanday qiyinchilik bo'lsa o'zaro hal qilishib, Shu. U qo'shni degan hamda o'zaro bir-birining beshiga kun chiqib qolsa, o'zaro bir-biriga mundaq bunda manfaat yetkazish kerak. O'zaro yordam qildigan ish bo'lsa, yordamni o'ymaslik kerak, shundaymi? Moshda o'tganda uningga yosh qo'shni o'g'il bo'ldik-a. Shu. Endi odamgarchilikni yetkazdik-a bu kishilar mijatlidir. Lekin pulga kelgan vaqtda, pul so'rsak yo'q deb bavosimi bermay turib oldik. Biz bir ilib bermaydigandek qilib ketdik. Endi bagisi bo'lmasa, o rost gap qo'ysa bo'ldi. Shu eng qiziydigan yeri. Hammadan bo'lib bo'lgan ishni qo'shnilarda yo'shirib ketdik-a. Boshqami? Voy ukam. Shu bir uy deganda deydigan gap bo'ladi, demaydigan gap bo'ldi. Hamma gapni chiqib pulim qo'shnilig'i debat qilolmaydi, shundaymi? To'g'ri. Rostaysiz, lekin bu xushalliqni unda qilib ketmaymiz-ku. Qo'shalliq qo'z tang bakirlangulik. Shu. Shu. Meni Davudga bunday kishilarga jiqrab uchrab baqqan-a. Endi fikrim endi meni o'zingiz bilasiz. Men endi jamiyatda bekanda igizpas anda odamlar bilan mojiq aralashmayman. Biz shu o'zimizning turmushning halakchiligida o'timiz emasmi ukam shu? Men bo'z shunday rastladim-da. Shu. Çay ichsang, Bir gap bor aka. Voy dam gap bo'lsa. Abi og'inam bordi mening. Bu bir ishni qilib qanday olgan 1 million pul kelib qopti. Ozroq pul lozim bo'lib, men ozroq pul so'rgan. So'rsam 1 millionning hamini xajlatibdi-ma deydi qarang. O'sha odamda? Manda degina qamlashmabdi. Endi 1 million pul degan az pul olmasa, uni xajlab bo'ptimi? Debla xajlab bo'lgan o'lgan pul bormi? Shu. 1 million pulni 10 ming qo'y deb turib oldi. Shuni o'ylab bir gap bor. Endi men bir ilib bermaydigandek qilib ketdi. Ukam buni bir bag so'misi rost gap qilsa bo'ldi. Shu. Pul topsam o'zgaradigan o'xshaydi hammada. Men bek o'shchiman shunda yolg'on gap qildiq odamga. Andaqa odam bor ukam. Haqqanda ish qilsa, ishi rivoj topmaydimi? Rosa. Men o'g'ayga cho'ng chiqitda birini qo'yib qo'ydim ko'nglimda. Shunaqa? Ukam, men sizga deb qo'yay. Anda odam bilan bog'i. Buningdagini aralashma. Aralashganning foydasi yo'q sizga. Rostaysiz. Nima? Choy ichmi, choy. Davudga. Endi eng muhim bir raskipim borda bir deyman. Eng muhimi. Deyli. Bana bir 50 ming qo'y lozim bo'lib, shu sizlarni berib turamiki deb kirgan. Nima? 50 ming qo'y. 50 ming qo'y? 50 ming qo'y. Voy ukam. Bizni nada 50 ming qo'y bo'ldi. Bizda unchalar jiq pul yo'q ukam. Shu akangiz to'g'ri deydi. Bizda nada unchalar jiq pul bo'ldi ukam. Sizlarda 50 ming qo'y chiqmaydi. Kim ishildi onga? Ukam.
Ko'zingizga biz bay puldar ko'rindikanmizda. O'zingizdan xabari bor. Erdingiz uyda bika o'tirdik, xizmati yo'q. O şu, lekin sizlar loteriyadan mukofot chiqibdi-ku. Loteriya? Ha. Ay Gulshan degan xotin Oyshem Suvatga shogirdlik kirganda. Acayip qo'shnilarimiz bor Jumo Davud degan bilan. Shundaymi? Loteriyaga chiqqan ekan. Mana bir kunda xajlab bo'ldi. Boyi tig'i bu xajlayman deb xajlab bo'lgan pul emas, da'tingiz bor. Ay ukam, u bir 10 ming koy jiq pul emas bu. Aka 1 milliondan 50 ming ko'l berib tursangiz bo'ldi. 1 million? O qaysi 1 million deysiz deyman? Qara yoshiryapsiz a, menda yana bir jiq pulni so'rab ketamki, mafkam deb. 50 ming ko'ylam so'rayman aka. Voy, nima deydigansiz ukam, ey? Davud, Ha? sizning mendan yo'shirin biror yerga tiqib qo'ygan 1 million pulingiz bormi deymi? Yo'q, gap qilmag'in to'g'ri. Ya ukam, men gapni bir ochiq danga, buni ko'rdingizmi? Qaysi 1 million deysiz deyman? Voy shu sizlarga chiqqan 1 million mukofot. Voy ukam, akangiz rost dedi. Shu 10 ming koy chiqdi, 10 ming koy. Nerede 1 million chiqdi? Ha, shunchlikli bor. Ha. Bo'pti-da. Hamda sizlarmi o'sha boy biz deyishgan odamlarga o'xshaysizlar. Voy shu akangiz rost gap qildi sizga. Shu? Bizda unchalik pul yo'q ukam. Ha? Ha-da. Davudga. Bo'pti. Ammo kirmagan bo'lay. Aslima shu pullarni odamgarchilikni unutib, bir beyib ketinglar. Aman chiqtay uyga. O'tib turamsiz aka. Bilmem. Ha. Bilmem. Vallahi sakmo ya mesmo. So'raqmi bu? Qiziqgina bu. Nimada yo'q qilgan gapni qilib adamning ichini och chiqib qo'ydi ya bu. Sen qayta loteriya ag'amiding ya? Voyjon, qiziq gap qilmang. Yo'q. Bu Oyshimdan bilan Gulshanning og'zi chiqqanda tugmidek ish, tugidek ular butun jahon pur ketayotgan jumada desa. Bu xalqning ichida bor-ku, faqat gap yotmaydi, gap yotmaydi. Bo'pti, xotin. 1 million chiqqan bo'lsa-mu, bo'pti, sendan biz talashmaymiz. Lekin Imron bilan meni unutib qolsang bo'lmaydimi? Siz qaga meni zalq etmagan, zotal qilmagan. O chiqsam shu siz bilan mening pulimda, shu uyning pulidir. Bala xashlaymiz shu. Endi deymina xotin, endi kunlarning birida chiqib qolib qolsin birdan deyin olmaydi emasmi? Hamro bo'lsin